Qattiq hayajonlanyapman. Shuncha pul bilan ketayotganimizda birortasi tashlanib qolsa nima qilamiz? Vahima qilma, Felis. Uyimiz 2 ko'cha narida. Boraver azizam. Oq yo'l. Aytishga oson. Shuncha pul bilan hech qachon yurmaganman-da. Bu yerdan to'g'ri uyga bor. Pulni dadamning javoniga qo'y. Do'konda zarur ishlarim ko'p. Bo'pti. Felis, ehtiyot bo'lib ket. Shunaqa deyaversangiz, uyga qanday yetaman axir? Qo'rqadigan narsa yo'q, azizam. Oling usta, oling. Siz yaxshi ko'radigan choy bo'ldi. Achchiqqina qilib damladim. Rahmat o'g'lim. Mayli, ishimga qaray. Bormang dada. Xush kelibsan o'g'lim. Nima gap, masala hal bo'ldimi? Pul berishdimi? Berishdi dada, hal qildik. Uskunalar ertaga keladi. Yo'q, hammasini qoylatibsan-da. Shunday. Duo qilib tursangiz bo'lgani. Yura qoling, do'konga kiramiz. Qormanglar yigitlar. Rahmat usta. Men keldim. Rosa ko'zimiz uchayotgandi. Keldingmi, Felis qizim? Xudoga shukr keldim. Berishdimi? Ha, shu yerda. Xudoga shukr. Murod dadamni javonlarga qo'ygin dedi. Ha, yaxshi-ku, ammo shuncha pulni uyda saqlash qanday Men bo'ladi? shunday dedim, ammo Mayli, xavotirlanma. Bir yo'lini toparmiz. Ayshin, finjonni ol. Eshitaman og'am. Muhlat tugab qoldi, Jengiz. Hali ham indamay yuribsan. Nimalar qilyapsan? Bir eslatib qo'yay dedim. Bola chaqalaring qalay? Yaxshi yurishibdimi ish qilib? Ha, tozalab bo'ldik. Tepada hech kim yo'q, bemalol chiqavering. bir kun qoldi. Pul tayyor. Ha, keldingizmi o'g'lim? Keldim oyijon, shu yerdaman. Bir shahar aylandim-da. Juda yaxshi qilibsiz, bolam. Ish hal bo'ldimi? Pul berishdimi? Berishdi. Juda soz, Xudoga shukr. Shuni ayting, bolam. Hammasi izga tushyapti. Yur, qizim. Voy. Tushirib yuboray dedim. Ber. Shu yerga qo'ysak, hech kim tegmaydi. Ichkariroq qo'ying oyijon. Xo'p, qizim. Ana bo'ldi. Hech kim tegmaydi. Uyda shuncha odam bor. Kim ham ko'z olaytirardi, to'g'rimi? Bilmasam. Qani yuraqa. Oyijon, shaharga tushib chiqmoqchiman. Oladigan narsalarim bor. Yaxshi borib ke, qizim. Nima gap? Ishonchli joyga bekitib qo'ydinglarmi? Birje qizim, sen ham ketyapsanmi? Yo'q, oyijon. Birje uyda bo'ladi. Kimdir qolishi kerak-ku. Jengiz ham shu yerda. Xudo saqlasin ish qilib.
Senga nima bo'ldi? Ertalabdan beri qovog'ing ochilmaydi. Ozgina charchadim shekilli. O'lmagan meni jonim. Birji. Okanni yaxshi bola deding-ku. Senga qanday aytishni ham bilmayman. Men nazarimda Okanni sevadigan boshqa qiz bor. To'g'ri, o'zicha oliftagarchilik qiladi. Ammo sevgan qizi bor. Xafa qilmoqchi emasdim. Istanbulga yaqinda kelding. Odamlarni endi taniyapsan. Bor gap shu. Keyin afsuslanib yurma. Yaxshisi Okanga ko'p ham ishonma. Qo'ysangchi Selen, shunga shunchami? Unaqa yigitlar tiqilib yotibdi. Boshimga uramanmi Okanni? Qo'ysangchi. Voy, esim qursin. Ko'zoynagim xonamda qolibdi. Shoshmay tur, hozir olib kelaman. Sardor og'a, unutmang, bu masalani ikkimiz hal qilamiz. Qizimni aralashtirmang. Bu ishga oilangni aralashtirgan o'zing Cengiz. Men hech narsa qilmadim. Nima qilsangiz qiling, ammo Birji ikkimizni shaltoq ishlaringizga umuman aralashtirmang. Oxirgi marta ogohlantiryapman. Yana bir marta xato qilsangiz, ko'z yoshingizga qarab o'tirmayman. Siz bilan ajrashaman. Bunchalikka borasiz deb o'ylamagandim. Qanaqa odamsiz? Insofingiz bormi o'zi? Birji! 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 Pochcha, bir gap bo'ldimi? Yo'q, nimadandir ranjiganga o'xshaydi. Birji! Tinchlikmi qizim? Bilmasam, Birji o'qday otilib chiqib ketdi. Yo tavba, tomdan tarasha tushgandek yana nima qiliq bu?
qizaloqim shoshma. Meni noto'g'ri tushunding. O'sha xonada Meni dadam oilasini puliga ko'z tikkan o'g'ri. Tushunganim shu. Birja, Qo'rqmang, xotirjam bo'ling. Hech kimga aytmayman. Chunki aytganim bilan baribir hech nima o'zgarmaydi. O'sha pulga tegmasangiz bas, dada. Aks holda Birja degan qizim bor deb yurmang. Murod aka, bo'shmisiz? Sizga aytadigan muhim gapim bor. Qahvaxonada ko'rsak nima deysiz? Nima gap o'zi? Bo'pti. Borgach, bafurja gaplashamiz. Tinchlikmi o'g'lim? Jengiz qo'ng'iroq qildi. Muhim gapi bormish. Qahvaxonada kutarmish. Borib ko'raychi. Umut. Salom. Yaxshimisiz? Universitetda ko'rgandim. Nega darsga kirmading? Ishim bor edi. Ba'zilar juda haddidan oshib ketdi. Gullarni ko'rdim. U odam nega senga yopishib oldi? Nega so'rayapsiz? Chunki senga befarq emasman. Bezovta qilayotgan bo'lsa ayt, gaplashib qo'yaman. Shart emas. O'zim hal qilaman. Rahmat. Ko'rishguncha. Jahlingdan o'rgildim. Kenan, tashqariga chiqib tur o'g'lim. Dadangda gapim bor. Mayli, bora qol. Shuncha paytdan beri qilib yurgan ishingni qara. Shunaqa boyib ketdingmi? Bunaqa gaplarni qo'ysangiz chog'a. Meni bilasiz-ku. O'g'riga o'xshaymanmi? Hech kim menga achinmadi. Tabiiyki men ham hech kimga rahm qilmayman. Alo, Ali. Menga Jengizning raqamini topib ber. Ashraf apandining kuyovi bor-ku. Bitta choy bering. Jengizning raqami og'a. Ko'raylikchi, oilasi Ashraf afandi o'ylagandek mustahkammikin?
Xush kelibsiz, og'a. Xushvaqt bo'l, Jengiz. Tinchlikmi? Sizdan boshqa hech kimdan yordam so'rashni ham bilolmay qoldim. Tabriklayman, sug'urta puli chiqibdi. Rahmat. Bir amalladik. Choy ichasizmi? Hozir aytaman. Bitta choy bering. Rahmat, birodar. Nima gap, Jengiz? Tinchlikmi? Og'a, haligi kechagi kungi voqea bor edi-ku, avtohalokat. Avtohalokat emas, bilaman. So'ramang, og'a. Bir tomonni hal qilsam, boshqa tomondan ish chiqadi. Sizga o'xshash oson emas-da. Qiynalib ketdim, og'a. Eplolmayapman. Kim bilan gaplashishni, dardlashishni bilmay qoldim. Ayshinga aytsam, fe'lini yaxshi bilasiz. Meni faqat siz tushuna olasiz, og'a. Qarzing bormi? Oladigan pullarim bor edi, berishmadi. Shunga ancha qiynalib qoldim. Jengiz, senga ishonsa bo'ladimi? Sizni kech aldaganmanmi? Qancha? Og'a, aslida 100 Gaplash bolaqa. ma'zur tutasiz, og'a. Labay. Kenanman. Kecha yonimga kelganding, pul masalasida gaplashamiz deb. O'ylab ko'rdim. Shoshib qolmadim ish qilib. Ofisga kirib o't, maslahatlashamiz. Xo'p. Boraman. Qarzing qancha? To'lash imkoni bo'lsa, bir yo'lni qilaylik. Baraka toping, og'a. Oladigan pullarim bor degandim-ku. Mana qo'ng'iroq qilishdi. Biridan olib, ikkinchisiga beraman. Qarabsizki, masala hal. Ha, shunaqami? Biridan olib, ikkinchisiga berasan. Seni qara-yu. Esingni yig', Jengiz. Unaqasi ketmaydi. Biridan olib ikkinchisiga berishni yig'ishtir. Bu ishni oxiri voy. O'ylab ish qilsang-chi, yigit. Ozgina joningni qiynasang, g'ayrat qilsang, qo'lingdan ancha ish keladi, kuyov. Bilaman, og'a, bilaman. Hali ko'rasiz, endi hammasi butunlay boshqacha bo'ladi. Shunaqami? Ha? Mayli. Ko'ramiz. Og'a, aybga buyurmasangiz pulni olishga ketsam bo'ladimi? A? Bo'pti, bora qol. Ishingni qil. Xo'p. Choy pulini to'lab qo'yarsiz. Jengiz, ketaver dedim-ku. Voy, sizmidingiz opa? Nima, ketaymi? Qo'ysangizchi, kiring. Kimdir ranjitgan ko'rinadi. Bu safar kim? Kim ham bo'lardi? Filiz. Didam yo'qmi? Uyda, xonasida rasm chizyapti. Nima gap o'zi? Gapiring. Iching qurimasin, hozir aytaman. Filiz. Uyimizda eng bilag'on odam Filiz ekan, Esra. Aytgani aytgan, degani degan. Yaxshi qiz, e'tirozim yo'q, yomon emas. Lekin sabr kosa degan narsalar ham bor. Sug'urta kompaniyasi bankka pul o'tkazibdi. Akam Filizdan berib yuboribdi. Bir ko'rsang edi. Pulni xuddi o'zi berayotgandek, bankdan tayyor pulni uyga olib keldi xolos. Xullas, gapirsa gap ko'p. Uyda biz kimmiz, Esra? Opajonim. Bir gap aytaymi? Aslida Filiz siz bilan mendan ko'ra ota-onamizga yaqinroq.
Nimalarni valdirayapsan? Yolg'onmi? Gaplarni sira ikki qilmaydi. Og'izlaridan chiqqanini muhayyo qiladi. Biror marta uf deganini eshitmadim. O'zingizchi? Bir necha yildan beri Izmirdasiz. Men ham o'zimdan ortmay ishim, uyim deb yuribman. Xullas bizdan foyda yo'q. Ishing nima bo'ldi? Yangilik bormi? Hozircha yo'q. Qidiryapman. Mabodo dadam bilan oyim so'rab qolishsa nima deysan? Ishdan bo'shaganingni aytasanmi? Siz sotib qo'ymasangiz hech kim bilmaydi. Ha, yana men aybdorman. Ishdan bo'shagan sen, aybdor esa men. Qoyilman, gap yo'q. Haligi sug'urtachilar bergan pul bor-ku, o'shandan ozgina ishlasak bo'larmikin? Shuni o'ylab qoldim. Yo'q, opa. So'rasak uyat bo'lar. Xo'sh, Orif nima qilyapti? Hali ham ish qidiryaptimi? So'ramang, opa. Topgan ishimiz u kishimga yoqmayapti. Boshqa mavzuga o'taylik, asabimni buzmay. Xush kelibsiz, Orif. Xushvaqt bo'ling, opa. Qo'zg'almang, bemalol o'tiravering. Yaxshimisiz, azizim? Rahmat, yaxshi. Dadajon. Asal qizim o'zimni. Oyog'ingga kiyib ol, bozor aylantirib kelaman. Rostami? Yashasin. Tezroq bo'l. Esra, bir daqiqaga mumkinmi? Ozgina pul ber, yonimda kamroq qolganda. Opa, siz ham pochchamga shunaqa pul berasizmi? Bo'pti, kerak emas. Borini bir amallarman. Rahmat. Yo, tavba. Otdan tushsa ham egardan tushmaydi. Hazillashmam bo'lmaydi. Menga aql o'rgatgandan ko'ra o'zingni bil. Befarosatiding shundayligincha qopsan. Meni yonimda ham shunaqa deysanmi eringga? Nima bo'pti, begona emassiz-ku? Ahmoq. Mana aytgan puling. Kecha gaplarni unut. Kecha biroz qo'pol muomala qildim. Xijolat bo'lmang, o'tgan ishga salovat, kelajakni o'ylaylik. Men ham shu fikrdaman. Pulni ko'rding. Lekin olishdan avval mana bu hujjatlarni imzolab ber. Xayrli bo'lsin. Istasam bu qog'ozlarni yirtib tashlashi mumkinligini yaxshi bilasan, to'g'rimi? Xo'sh. Evaziga nima so'raysiz? Menga o'sha do'kon kerak. Uydagilarni do'konni sotishga ko'ndir. Qarabsanki, qarzingdan butunlay kechaman. Do'kon yondi. Sug'urta zararni qoplamagan. Sen vaziyatdan foydalanib qol, oshna. Manbalaringiz noto'g'ri xabar berishganga o'xshaydi, Kenanbey. Sug'urta zararini qopladi. Pulni allaqachon oldik. Do'konni sizga sotmasliklari aniq. Bekorga ovora bo'lmang, Kenanbey. Qoraxonliklar osonlikcha yon berishmaydi. Qo'g'irchoq olaylik. Keyinroq olamiz, qizim. Iltimos, olib bering. Qo'g'irchoq necha pul? 50 lira, 40 liraga beraman. Rahmat. Bozoringizni bersin. Dada, nega olmadingiz? Xunukroq ekan, qizim.
undan yaxshirog'ini olib beraman, xo'pmi? Orif, Jamol, seni qara-yu, bu yoqqa o't. bormisan oshna? Sira ham o'zgarmabsan, Orif. Hali ham o'shasan. Sen ham o'zgarmabsan. Yo'q ey oshna, ancha qiyinchilik ko'rdik. Bu qizaloq kim? Qizim, ismi Didam. Rostana, buncha shirin bo'lmasa. Tanish Jamol amaking, kursdosh do'stim. Labbay. Sayrga chiqqandim, aylanib yuribman. Hol ahvol so'ramoqchi edim. Nimalar qilyapsan? Vaqting bo'lsa yonimga kela olasanmi? Kayfiyatim yo'q. Uying yonidagi qirg'oq bo'yida o'tiribman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda, baland tog'lar tomonda. Birja hali ham kelmadimi? Repetitsiyasi bor edi, o'sha yerga ketgandirda. Qiz bola bevaqt qayerlarda yuribdi? Soat necha bo'ldi Ayshen? Uydan yugurib chiqib ketibdi. Qo'ng'iroq qilchi qayerda ekan? Tezroq uyga kelsin. Qo'ng'iroq qildim, dadajon. Telefonim o'chgandi, hozir kelib qoladi. Shunaqa ham bebosh bo'ladimi? Bu nimasi? Juda erkalatib yuborishibdi. Dada, ishi bor deyapti-ku. Yosh-ku axir hali. Selim bilan tengdosh. Birja soat nechida uyga kelish lozimligini juda yaxshi biladi. Qizimga ishonaman. Bilganingni qil. Ammo senga o'xshab betayin erga tegib olsa tomoshasini ko'rasan. Dada, o'tgan ishlarni kovlab nima qilasiz? Bobo, betayin er nima degani? Jan, Sen ham tur, xonangga jo'na. Darslaringni qil. Yonimizda bekor o'tirma, bora qol. Bor. Jengizning alamini qizimdan oldim. Dadam Berjedan xavotir olib gapirdilar. Seni xafa qilmoqchi emasdilar, bilasan. Ayshin. Bitta uyda shunaqa begonalardek yashaymizmi? Gaplashmaysanmi? To'g'ri, ba'zan oshirib yuboraman. Ammo yomon niyatim yo'q. Chin so'zim. Agar bilmay ranjitgan bo'lsam, uzr so'rayman. Ayshin, arazlashing menga og'ir bo'tyapti. Iltimos, eskiginalarni unutaylik. Yosh bola emasmiz-ku axir. Tuzukmisan? Biror narsa bo'ldimi?
O'zimni bosolmayapman xolos. Ko'nglim qattiq og'ridi. Nima qilishga ham hayronman. Yoningdaman. Aytishni lozim ko'rsang eshitaman. Aks holda ham indamay o'tiraveraman. O'zingni yolg'iz sezmasang bo'lgani. Ko'rdingmi, astoydil qidirsang toparkansan. Og'a, qarzimni oxirigacha to'ladim. Iltimos, endi oilam atrofida hech kim o'ralashmasin. Oilangni boshimga uramanmi? Izmirga yo'ling tushib qolsa, ko'zimga ko'rinib yurma. Xo'p bo'ladi, og'a. Selen mabodo ukan degan bolani telefoni yo'qmi senda? Qo'ng'iroq ko'rchi, birja yonida emasmikin? Yo'q, borgan bo'lsa aytardim. Qo'ng'iroq ko'r, balki repetitsiyalar tugagandir. Iltimos yo'qdimi? Hozir SMS jo'nataman. Hech bo'lmasa seni dadang bor-ku. Menda o'sha ham yo'q. Aniqrog'i tirik, ammo men uchun o'lgan. Selen xabar jo'natibdi. Sendan xavotir olyapti. Uyingga qaytamizmi? Bugun uyga borishni istamayman. Yaxshi. Unda ertalabgacha shu yerda o'tiramiz. Maktabda sevgan qizi bor. To'g'ri, o'zicha olib tagarchilik qiladi, ammo dugonasi borligi aniq. Birja yonimda, xavotir olmanglar, sohil bo'yida o'tiribmiz. Birja ertalabgacha shu yerda qolarmish. Aytib qo'y, hech kim xavotir olmasin, ertalab ko'rishamiz. Qanaqasiga? Nima deyapti? Ukam bilan o'tirganmish. Sohil bo'yida birga tong ottirisharmish. Ertalab kelisharmish? Telefoningni berchi, qani? Cengiz qayerdasiz? Soat necha bo'ldi? Uyga qachon qaytasiz? Tinchlikmi, nima gap? Birja hali ham kelmadi. Ukan degan bola bilan sohil bo'yidagi bog'da ertalabgacha o'tirishmoqchimish. Hozirroq sochidan burib uyga olib keling. Qo'ng'iroq qilib tusholmadim. Xo'p, qizingni olib hozir boraman. Xavotirlanma. Mabodo uyga kelib qolsa, qattiq urishib o'tirma. Xo'pmi? Hali yosh, biror narsadan ta'sirlangandir, o'smirda, o'tish davri. Xo'p, olib boraman, xotirjam bo'l. Azizim, hamma narsani oldingizmi? Orif, hali ham arizlab yuribsizmi? Orif, bekorga asabimni buzib, gapni ko'paytiryapsiz. Gapirsa gap ko'p Esra. Hali uyimiz masalasi bir yoqli bo'lmagan. Kichikroq joy qidirib ko'raman. Shunaqami? Istasangiz Ayshanlarga o'xshab dadamnikiga ko'chib o'tamiz. Ijara haqini o'zim to'lay oladigan kichikroq uy topamiz. Kichikroq uyni haqini qanday to'lamoqchisiz? Esini yeb qo'yibdi. Dedamdan ham battar injiq. Eshitaman, Jamol. Ha, xuddi shunday do'stim. Jon berdim. Ertaga vaqtli yoningga boraman. Kelishdikmi? Xo'p. Katta rahmat. Baraka top.
Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim o'tgan zamonda, baland tog'lar tomonda. Dada, Nima? velosiped olib berasizmi? Ko'ramiz. Qani ertakni davom Doim etmoqchi. shunaqa ko'ramiz deysiz-u, sirayam olib bermaysiz. Seni qara-yu. Xo'sh, unda nima qilarkanman? Kitobni yaxshi o'qisang, aytgan narsangni o'zim olib beraman. O'zim so'rayman deysiz-u, hech ham so'ramaysiz. Shunaqami? Juda yomon dada bo'lib ketibman-ku. Baribir siz dunyodagi eng yaxshi dadasiz. Polvon o'g'lim. Ota bola bu yerda nima qilyapsizlar? Kitob o'qiyapmiz. Men siz-a? Kela qol. Qani, oyingga ham o'qib ber. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Quruq non bunchalik shirin bo'lishini endi bilishim. Ishing bo'lsa bemalol ketaver. Meni deb rejalaringni buzma. Yo'q, hammasi joyida. Uzr. Onam qo'ng'iroq qilyapti. Eshitaman, oyijon. Besh daqiqa gapimga quloq solsam bo'lgani. İzmirdan bu yerga qochib kelgandim. Buni bilasan. To'g'ri, o'sha xonaga pul olish uchun kirgandim. Ammo qo'lim bormadi. O'zimni yaramas pastkash odamdek his qildim. Senchi, umringda hech adashmaganmisan? Otalar ham xato qilishadi, qizalog'im. Nechanchi marta? Sanama. Juda tez ulg'ayding. Balki bu bizning aybimizdir, yana bilmadim. Gaplarimga ishon, qizim. Sizlarga munosib bo'lish uchun tinmay harakat qilyapman. Bugun Birje degan qizim bor deb yurmang deding-ku. O'sha gaping dilimga qattiq botdi. Shu kungacha faqat bizni dilimiz urdi. Onam ikkimizni. Doim bir ish chiqarib yurasiz. Qayta. Qizim, bugun hamma qarzlarimdan qutuldim. Endi ozod qushman. Yana biror ishkalish chiqadi albatta. Uydagilar xavotir olishyapti. Qo'rqmang. Hech kimga aytmayman dedim-ku. Xudo insof bersin. Qizimni yo'qotishdan qo'rqaman, xolos. Uni allaqachon yo'qotib bo'lgansiz. Birji, uyga ketyapsanmi? Bugun uyga borishni istamayman. Iltimos, esingni yig'. Otangga achchiq qilib, onangni qiynashing shartmi? Yura qol. Alo, Ayshan. Kelyapsizlarmi? Qo'limga tushsin, sohil bo'yida tong ottirish qanaqaligini ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, qattiq urushmayman. Kelishdik. Tezroq keling. Xayr. Birje Cengiz bilan kelayotganmish. Hozir uyda bo'lishadi. Boya qizishib ketdim. Ammo Cengizni yaxshi ko'raman, bilasan. Haligi filmni yaxshi bilasan. Ko'nglingga olma.
Bilaman, dadajon. Ayshen, biz keldik. Betayin deydi-da. Shu yoshimda yolg'on gapiramanmi? Keldinglarmi? Xo'sh, nima gap? Qulog'im sizda, xonim. O'zim tushuntirib beraman. Shoshma, qayerga ketyapsan? Tinchlan. Nega tinchlanarkanman? Bu uyda o'zboshimchalik qilishingga yo'l qo'ymayman. Nima bo'lganini tushuntirib berasan, Bebji. Rostdan ham shunchalik bilmoqchi bo'lsangiz aytaman. İzmirni sog'indim. O'z uyimni, o'rtoqlarimni, xullas hammasini sog'indim. Hozir abjag'ini chiqaraman. Dabdalla qilaman bu qizni. Ertaga gaplashib olarsan. Osh bo'lsin. Rahmat onajon. Voy, Ali, keldingmi bolam? Yigitlar, choy damlab beraymi? Mayli. Xo'p, hozir olib kelaman. Og'a, sug'urtachilar bilan gaplashdim. Xo'sh, Va'dalarda turib, sariq chaqa ham berishmabdi. yo tavba. Bo'lmasa Jengiz nega unday dedi? Nazarimda bu yerda boshqa gap bor. Yaxshilab surishtir. Xo'p bo'ladi, og'a. Kenan, mehmon keldi. Kiraversin. Marhamat. Xush kelibsiz, og'ayni. Xushvaqt bo'ling, Kenan bey. Qani o'tiring. Bolalar, meni ichkarida bo'laman, biror narsa kerak bo'lsa aytinglar, xo'pmi? Nima gap? Reklama kompaniyasi uchun izlagan yuzni topdingizmi? Topdim. Afsuski rozi bo'lmayapti. Ko'ndira olmadingizmi? Gap bunday, Erxan bey. Hammaning ojiz tomoni bor. Kimdir pulga, boshqasi nom chiqarishga, mashhurlikka o'ch bo'ladi. Qizni topgan bo'lsangiz, demak, uni ko'ndirishni ham biror yo'lini topasiz. Yaxshi. Umut, qizim, choy qo'ygandim. Qaynashi bilan damlab ke, xo'pmi? Bor. Xo'p, ajon. Marhamat, kiringlar, dasturxon tayyor. Yuring, dada. Jengiz. Gap bunday o'g'lim. Bugun ajoyib kun. Pulimizni oldik. Endi sen ham bir joyda qo'nim topishing lozim. Gapingiz to'g'ri, dada. Hozir ish qidirib yuribman. Aniqrog'i javoblarni kutyapman. Bir ish chiqishi qiyin ulardan. Qo'limizda pul bor edi. Senga ham ko'chmas mol-mulk ofisi ochib beramiz. Juda yaxshi o'ylabsiz, Ashraf bey. İzmirda ham shunaqa ish qilarding, bilgan hunaring. Dadajon, o'zim bir yo'lini topardim. Ovora bo'libsiz-da. Xijolat bo'lma, o'g'lim. Odamlarni ishlik qilish savob. Shu tariqa ro'zg'oringni butlab olarsan. Endi bo'lar bo'lmas ishlarni yig'ishtir. Xo'p, dadajon, o'ylab ish qilaman. Katta rahmat. Dada. Gapingiz to'g'ri-ku, biroq poyabzal do'koniga ham ancha pul kerak. Hozircha qo'shimcha xarajat qilish shartmikan? U yog'ini bir amallarmiz, o'g'lim. Qo'limizda pul borida Jengiz masalasini hal qilaylik. Xavotirlanmang, og'a. Pul topishim bilan beraman. Qarzdor bo'lib qolmayman. To'g'ri. Berasan, Jengiz. Bilaman. Uyqum keldi. Xayrli tun. Orif, shoshmang, bitta gapim bor. Eshitaman, gapir. Balki dadamdan yordam so'rarmiz.
Sug'urta pulini olishibdi. Biz ham biror ish ocharmiz. Nima deysiz? Yo'q, so'rama. Shundoq ham tashvishlari ko'p. Aslo unday qilmaymiz. Xomtama bo'lma. Go'zal kecha. Bu safar boshqacha. Oydin. Har xil rejalar tuzyapman. Niyatim xayrli. Ancha xomushsiz. Siz xursand bo'lsangiz kerak deb o'ylagandim. Xursandman. Baraka topishsin. Endi oyoqqa turib olamiz. Men sizdan ko'p narsani talab qilmayman, Jengiz. Meni bilasiz. Pulga o'ch ayolmasman. Och ko'zlik qilganimda vaziyat boshqacha bo'lardi. Bu gal hammani lol qoldiring. Ishni ketidan tushib. Birja ham o'ylanib yuribdi. Bir gap aytdimi? O'rtoqlarni sog'ingan. Tinchlikmi? Yo, o'qigandek uydan qochding. Hech gap yo'q. Ukam bilan uchrashibsan. Tonggacha birga o'tirmoqchi bo'libsizlar, shunday dedi. Sendan so'rashim kerakmidi? Yo'q, shunchaki qiziqdim. Yugurib onamga aytmaganingda balki tonggacha o'tirardik. Bo'ldimi? Qo'rqoq oldin mush ko'tarar deganlari shu-da. Qattiq afsusdaman, Felis. Bunday bo'ladi deb sira kutmagandim. Ko'p ham siqilavermang. Qanaqasiga, Felis? Dadamni qilgan ishini qara. Zo'rg'a o'zimni bosdim. Otam ranjimasin deb shuncha harakat qilsam, u Ashratbey betayin Jengizga pul bermoqchi. Kechirasan. Oldingda qattiq xijolatdaman. Azizim. Rafiqangizman-ku axir. Umr yo'ldoshingizman. Siz baxtli bo'lsangiz, men ham xotirjam yashayman. Buni sira unutmang. Balki shunisi ma'quldir. Ehtimol shu tariqa uydagi noxushlik barham topar. Aslida Ayshen ham, Birja ham juda ham baxtsiz. Jengiz aqlini yig'ib olsa balki vaziyat o'zgarar. Ikki dunyoda ham tuzalmaydi u. Jengiz odam bo'lmaydi. Sut bilan kirgan jon bilan chiqadi. Dengizni odam bo'lmasligini Ayshen ham, dadam ham, xullas butun oila yaxshi biladi. Hatto bolalar ham sezishdi. Afsuski, qo'l oyog'im bog'langan. Singlimning eri shoximga ursa tuyog'im zirqiraydi. Ayshen yo'qol desa, o'sha yaramasni bir zumda haydab solardim.
Azizim, sizni yaxshi tushunaman. Iltimos ko'pamiz qilavermang. Hammasi iziga tushib ketadi, hali ko'rasiz. Muhimi, hammamiz sog'-omonmiz. Birji, tinchlikmi, nima gap? Hech gap yo'q. Yolg'on gapirma, seni yaxshi bilaman. Qani edi meni bilgandek dadamni ham yaxshi bilsangiz. Birji, nima gap qizim? Aytdim qo'ydim-da. O'rtoqlarimni sog'indim deyapsan. Iltimos, unday qilma. Uydagilar ham sendan xavotirda. O'zingni qo'lga ol, xo'pmi? Chindan ham shunchalik bilmoqchi bo'lsangiz aytaman. Izmirni sog'indim. O'z uyimni, o'rtoqlarimni, xullas hammasini qattiq sog'indim. Hormanglar, dada. Salomat bo'l o'g'lim. Azmi beyni qarzidan qutuldim. Xudoga shukr, o'zimizni tiklab oldik. Xuddi shunday, dada. O'ziga shukr. Dada, Jengizga do'kon masalasida gapirishdan avval mendan ham bir so'rasangiz bo'lardi. Nega o'g'lim? Bu nima deganingiz, dada? Jengizni bilasiz-ku. O'rnimda bo'lsang nima qilarding o'g'lim? Oilasini o'yla. Shu bahona ishli bo'lib qoladi. Biz ham bir amallarimiz jigaringga yordam beryapmiz axir. Mayli. Qiliqlaring jonimga tegdi, Birja. O'ylab ish qil. Tuni bilan gitara chalasan, na uxlatasan, na dars qildirasan. Boshimni qotirma hozir, dardim o'zimga yetadi. İzmirdan kelmaganingizda yaxshi edi. Kelib tinchimizni buzdinglar. O'zimiz xotirjam yashayotgandik. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Birjaga nega unday deyapsan? Yolg'onmi? Kelishganidan beri tinchimiz yo'qoldi. Hoziroq Birjadan kechirim so'raysan. Qo'yavering, yangi shart emas. Gapiraversin. Yo'q, kechirim so'raysan dedim, hoziroq. Haqiqatni aytganim uchun kechirim so'rayman. Tinchlikmi, nima gap? Senga shunaqa tarbiya berganmidim? Odobsiz betga chopar qilib o'stirganmidim? Uzr so'ramaguningcha xonadan bir qadam ham chiqmaysan. Birji. Birji. Nima? Tinchlikmi? Nima to'polon? Bilmasam. Biror joyga ketyapsanmi? Ha, bugun qahvaxonada birinchi ish kunim. Selen bilan o'rtangizda mojaroni hal qilmasdan hech qayerga bormaysan, qizim. Kech qolyapman. Eshikni tars yopib chiqib ketish qanaqaligini ko'rsatib qo'yaman senga. Ayshin. Birjida ayb yo'q. Selen haddidan oshdi. Uni nomidan uzr so'rayman. Tinchlikmi? Nima gap? Birji qizim, ertalabda qayerga ketyapsan? Ishga. Buvijon. Qizalog'im meni.
Ko'rishguncha. Jon, xayr. Yaxshi qol. To'polon qilmay o'tir. Ko'rishguncha Birja opa. Xudo ishingni o'ngidan qilsin bolam. Salom. İzmir avtobusiga chipta buyurtirmoqchiman. Keldim Orif. Keldim. Nima deyishga ham hayronman Jamol. Hech narsa deyishing shart emas. Bir-birimizga yordam beryapmiz. Ishsizlik nimaligini yaxshi bilaman. Boshimdan o'tgan. Seni ham qiynab qo'ydim. Ortiqcha yuk bo'lib. Rahmat aytishni yig'ishtirib tezroq ishga kirish. Mana uni taqib ol. Bozorimizni bersin. Dadajon sizga yoqdimi? Juda soz. Ijarasini qancha degandingiz? Oyiga 1,5 ming lira. 3 oyligini oldindan berasiz. Yaxshi. Kelishdik o'g'lim. Tabriklayman. Rahmat. Dadajon, hali ko'rasiz, bugundan boshlab Ashraf Qoraxonlikning kuyovi tinmay ishlaydi. Alo. O'ylab ko'rdingmi? Do'konni olishimga yordam berasanmi? Shunday qilsang, qarz qog'ozini yirtib tashlayman. Xo'p, yana ozgina o'ylashim kerak. Og'a, surishtirdim. Ashraf Beyning o'g'li Murod bankdan kredit olibdi. Aniqrog'i, xotini olibdi. Otasidan meros qolgan uyni garovga qo'yib. Tushunarli. Demak, kimdir aldayapti. Do'konni ham tekshirdim. Jengizning gapi to'g'ri. Ta'mirlab olishibdi. Ertaga do'kon bilan ustaxonani ochisharmish. Unda Ashraf Bey bilan yana ko'rishishga to'g'ri keladi Ali. Ertaga bir o'tib ko'raylik-chi. Aslida nimalar bo'layotganiga guvoh bo'laylik. Qanday bo'larkin, og'a? Agar borib bor gapni aytsangiz, Murod yaqinlarining oldida qahramonga aylanmaydimi? Chunki oilasi uchun fidoyilik qildi. Yanada jipsroq bo'lishmaydimi? Rahmatli onam qafasdagi qush ozodlikka intiladi. Uni tutqunlikka qaytarish qiyin derdi. Tushunmadim, og'a. Qal'ani qulatmoqchi bo'lsang, avval poydevoriga zarba berasan. Ko'ramiz, Ashraf afandi haqiqatni bilgach, o'g'liga ishonishda davom etarmikan? Soat 2da jo'naydi. Bo'ldi, tushundim. Katta rahmat. Xo'sh, ishlar qalay qizlar? Xudoga shukr. Yaxshi. Qo'lingiz dard ko'rmasin iloyim. Ertangi tadbirga yaxshilab tayyorlanaylik. Nasib etsa chiroyli o'tadi. Butun oilamiz bilan do'konga boramiz. Men haligi shirinlik pishiraylik. Nima deding sen, juda boplaysan-da. Xo'p, oyijon, albatta pishiraman. Baraka top qizim. Ungacha men o'choqni yoqib turaman. Darvoqe, Umidga ayt. Dadangga ovqat olib borsin, kechgacha och nahor yurmasin tag'in. Xo'p, oyijon, aytaman. Bo'pti qizlar. Xudo quvvat bersin.
Filiz, bilaman seni ko'p ranjitdim. Shuncha ko'rgiliklar, Jengizning bu ahvoli. Xullas, alamimni sendan oldim. Ming afsus, mabodo ranjitgan bo'lsam meni kechir. Xo'pmi? Ba'zan shunaqasi ham bo'lib turadi. O'tib ketadi, hajolat bo'lma. Ammo bugungi qilig'im uchun uzr so'rayman. Aslida unday demoqchi emasdim. Birja ikingizni yaxshi ko'raman. Judayam. Azizim, jigarim. Hech qisi yo'q, biroz sabr qil. Hammasi yaxshi bo'ladi. Birjaga qo'ng'iroq qilib, o'zim u bilan gaplashib qo'yaman. O'zim gaplashaman, ayb menda. Juda soz. Umid, dadamga ovqat olib borarmishsan. Oyim aytdilar. Xo'p, olib boraman, tayyormi? Ha, tayyor, oshxonada. Bujon, Labbay qo'zichog'im, gapir. Esra ammam ishga bormayotganmish. Yo'q-e? Qayerdan bila qolding buni? Didam aytdi. Oyim ham ishdan bo'shadi, dedi. Yo'q-e, o'g'lim, ammang ta'tilga chiqqandi-ku. Yaqinda ishga tushadi. Qaqajon shuni aytgandir-da. Ishlamasa bo'ladimi? Ayshen! Nima? Qani bu yoqqa yurchi? Tinchlikmi, nima gap? Suyunchi ber, do'kon oldik. Yur ko'rsataman. Shoshmang, shu topda bora olmayman, ishim ko'p. Bemalol boraver, o'zim bitirib qo'yaman, xotirjam bo'l. Birja qayerda? Hozir uni ham To'xtang, Birja uyda emas. Bugundan qahvaxonada ish boshladi. tezroq yura qolsang-chi. Umid. Hormanglar. Salomat bo'ling. Limon olmoqchi edim. Qancha? 3 dona. Oling. Osh bo'lsin. Orif, sal ovozing chiqsin, xaridor chaqir. Yo'q, shundoq ham kelishyapti-ku. O'qimishli odam endi keldi, ko'nik ketadi hali. Uyaltirmasangiz-chi odam. Borgali ketasan. Qani boshla. Mayli, baqiraveraman. Xo'p. Limon, sersuv limon. Bo'ladimi? Baqiraver, bo'shashma. Limon, sersuv limon. Bu boshqa gap. Kep qoling limonga. Alo, Orif, qizim bilan dadamnikiga ketyapmiz. Yaxshi. pul so'rab yuraklarni siqma, xo'pmi? Qayerdasiz? Kecha bozorga tushgandingiz-ku. Limon nech pul? Haligi 3 lira, opajon, 3 lira. Tushunmadim. Alo, Tushunmadim. bo'pti. Keyin gaplashamiz. Hech kim nasabiga tegma. Keling, opajon. Nech pul deyapman? Senga rosa yarashdi. Borib tufligini kiy. Qani, tezroq yur. Mana shu yer. Tashqarisiga banner ostiraman. O'z ishining qiroli deb. Qiroli deysizmi? O'z ishimning ustasiman-ku axir, azizam. Hozir ochaman. Kiraver. To'g'ri, sal-pal ta'mirlashim kerak. Balki bir ikkita rasm osarman, kompyuter ham qo'yamiz. Kompyuter bor-ku. Ha, bor, ammo internet yo'q. Tezroq ulatish lozim, chunki usiz ish bitmaydi. Jengiz, bu imkoniyatni sira ham qo'ldan chiqarmang, iltimos. Nimalar deyapsan, Ayshen? Uyalmaysanmi? Meni kim deb o'ylayapsan, xotin? Xullas, yeng shimarib ishga kirishaman. Hali ko'rasan, Birja men bilan faxrlanadi. Ajoyib. Juda soz. Yoqdimi? Bo'lmasam-chi? Rostdan, ha? Ha, Mayli. Birja ham kelib bir ko'rsa bo'lardi. Qizing nimadirkin? unga ham yoqishi aniq.
Meni kechir. Esra. Kira qol. Opajon, Ha, eshitib kelaveribsan-da. nimani eshitaman? Dadam sug'urta pulini bir qismini Jengizga berdi, do'kon ochgin deb. Nima gap? Xursand bo'lmadingmi? Yo'q, pochcha, nega xursand bo'lmay? Juda ham quvondim. O'tir, mehmon qilaman. Yur qaqajon, choy olib kelamiz, qani? Yur. Jilla qursa bu safar o'ylab ish qilinglar. Shuncha pul bekor ketmasin. Esra, anchadan beri endi quvonyapmiz. Iltimos, burnimizdan buloq qilma. Kerak qol qizim. Rahmat Jengiz. Arzimaydi. Menga bitta yordamchi kerak. Orifni chaqirmoqchiman. Nima deysan? Do'konga ko'z quloq bo'lib turadigan ishonchli odam qidiryapti. Erim oliy ma'lumotli muhandis. Allaqanday yugurdak emas. Boshqasi chiqib qolar. Yur qol qizim, yo'limizdan qolmaylik. Omadingizni bersin. Olti dona bering. Xo'p bo'ladi. Mana, osh bo'lsin. Bozoringiz bersin. Jamol, limonlarga qarab tur. Xo'p, oshna. Qo'g'irchoqlar qanchadan? Limonchi do'stimizga 30 lira. Olaman. Bozoringizni bersin. Omon bo'l, birodar. Eshitaman. Nima gap? Ancha o'zingga keldingmi? Yaxshiman. Diqqat. Istanbuldan Izmirga qatnovchi avtobus soat 14 da yo'lga tushadi. Iltimos, joylaringizni Berja, qayerdasan? Jengiz og'a. Jengiz og'a. Nima gap, yigit? Berja Izmirga ketyapti. Avtobus hozir yo'lga tushadi. Izmirga? Soat 2dagi avtobusda. Balki ulgurarsiz. Baraka top, Selin. Menga katta yordam berding. Yaxshiligini unutmayman. Ha, qahvaxonaning manzilini oldim. Yo'ldaman. Xo'p, tushundim. Xotirjam bo'l. Xayr, Selin, ko'rishguncha. Uzr, afandim. Rahmat. Minnatdorman. Umid, hozir bir gap aytaman, faqat jahling chiqmasin. Ertalab Selin qo'ng'iroq qildi. Reklama kompaniyasi vakili bor edi-ku. Seni rosa so'rabdi. O'sha kuni bor gapni aytdim. Unaqa ishlarni yoqtirmayman. Rozi bo'lmasligingni men ham aytdim. O'z og'zingdan eshitmoqchimish. Juda ham qaysar odam ekan.
Selin rosa iltimos qildi. Istasa shu yerga kela qolsin dedim. Ha. Menga esa endi aytyapsiz, shundaymi? Darrov jahling chiqmasin. Kelsin, ochiq-oydin gaplashamiz. Bekor chaqiribsiz, Firat. Bunaqa ishlarni umuman yoqtirmayman. Uzr. Qizalog'im, meni kechir. Yana bir imkon ber. Dadang seni boshqa sira ham uyaltirmaydi. Dadajon. Boshqa bunaqa ahmoqlik qilma, xo'pmi? Salom Umid xonim. Salom. Sizni topish rosa qiyin bo'ldi. Ishoning. Taklifim hamon o'z kuchida. O'sha kuni tushuntirdim deb o'ylagandim, afsuski tushuntira olmaganga o'xshayman. Bekorga ovora bo'lyapsiz. Xonim, ancha pul ishlab olasiz. Chehrangiz juda mashhur bo'lib ketadi, taniqli insonga aylanasiz, keyin seriallar, filmlarga taklif qilishadi. Siz uchun juda foydali eshik ochiladi. Tushundim, ammo men o'sha eshikni ochmoqchi emasman. Iltimos, jahlimni chiqarmang. Rahmat. Labbay. Ovozingizni eshitkim keldi. Ha, shtobda sen yetmay turganding. Nima gap, maqsadga o't. Tinch qo'yishing uchun boshingni yorishimni kutyapsanmi? Siz urgan joylardan gullar unadi xonim. Afsuski ura olmaysiz. Mayli, bu boshqa masala. Jonimga tegib ketding. Qo'limga tushsang, abjahingni chiqaraman. Qachon? Qayerda? Nima kerak, senga nega qo'ng'iroq qilding? Bilmasam, qo'ng'iroq qilgim keldi. Tentak. Yana o'sha odammi? Haddidan oshib ketdi yaramas. Biror joyga chaqir, gaplashib olamiz. Bekor aytibsiz. Aralashish shart emas. Qayerdan topsam bo'ladi? Umid, sendan so'rayapman. Mayli, bir yo'lini qilaman. Kenanbey. Shunaqa g'alchamsan? Ali. Esingni yig'ib ol, tushunarlimi? Menga aql o'rgatmoqchimisan? Istagancha tushunaver. U qizni tinch qo'y. U qizni tinch qo'y? Tushunmadim. O'sha qiz singling bo'ladimi?
qo'shningmi yoki rafiqangmi? A? Nega jimsan? Javob bera olmasang, bu ishga aralashma. Bor ko'zimdan yo'qol. Javob bera olmaymanmi? Ali, jim aralashma. Xo'sh, javob bera olarkanmanmi, a? Toshingni ter. U oiladan nariroq yur. Tinch qo'y. Mashinada kutaman, Ali. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hali do'konni ko'rmading. Bitsin, odamlarni lol qoldiraman. Nima gap? Oda bola nimani pichirlashyapsizlar? Hech gap yo'q. Jengiz dadam so'rayapti, hisob-kitob tayyormi? Mana, hammasi tayyor, azizam. Yaxshi, yuqorida kutyapti. Xo'p. Sen nima qilding? Eshikni qattiq yopib chiqib ketding. Birinchi ish kuning qalay o'tdi? Yaxshi. Mayli, oshxonada bo'laman. Haliroq kirarsan. Gaplashib olsak bo'lardi. Marhamat. Birje, bugun aytgan gaplarim uchun meni kechir. Sendan ranjiganim yo'q. Faqat nega razlab yurganingni tushunmayapman. Birje, senga havasim keladi. Istagan ishingni qila olasan. Hech kimdan so'rab ham o'tirmaysan. Ketmagin deyishsa ham eshikni tepib chiqib ketasan. Ovozing yoqimli. Iste'dodli qizsan. Gitara chalishni bilasan. Maktabga yaqinda kelgan bo'lsang ham tanilib qolding. Senda bir gap bor, quvvat bor. Xuddi quyoshdek porlaysan. Nuring shunchalik kuchliki, soyingda qolib ketyapman. Na kitob o'qiding, na dars qilding. Ammo baholaring menikidan ancha yaxshi. Birje, senga havasim keladi. Ko'nglimda borini aytdim, qo'ydim. Kechir. O'zimni tuta olmadim. Yarashdikmi? Meni kechirasanmi? Boshqa bunaqa baqirmasang kechiraman. Uzr. Yura qol. Xayrli oqshom. Dadajon, kerakli narsalarni men hisob-kitob qildim. Mana ro'yxati. Taxminan 5,000 dan 10,000 liragacha ketadi. Mayli o'g'lim, pulni muroddan olasan. Sen kerakli narsalarni olib, tezroq ish boshla. Xo'p, dadajon. Yigitlar, ertangi tadbir uchun biz ham ancha tayyorgarlik ko'rdik. Shirinliklar, yeguliklar, sharbatlar. Bekorga ovora bo'libsiz. Ovorasi bor ekanmi? Ashrabey, qo'ysangchi. Jengizning yangi do'konini ham ochamiz, to'g'rimi? Borib pulni olib chiqay. Dadajon, mana ko'rasiz, tez orada tanilib ketamiz. Ajoyib fikrlarim bor. Haligi poyabzal do'konini sotib, pulini katta ishlarga tiksak, qalay bo'larkan? Xo'sh, nima deysiz? Hovliqma o'g'lim. Avval ishingni sal yurgizib ol, keyin bir gap bo'lar. Hayotiy tajriba katta narsada baribir. Shu yog'ini o'ylamabman. Ashraf doda, siz haqiqiy ishbilarmon odamsiz. Yo tavba, til yog'lamalikni bas qil. Aralashmaganing faqat shu do'kon qoldi. Mana, oldingiz. Rahmat og'a. Omadingni bersin. Umid qizim, dasturxon tayyor, bolalarni bog'dan chaqir. Bora qol.
Topingchi, bugun nima bo'ldi? Dadam pochchamga ofis ochib beribdi. Hozir ta'mirlashayotganmish. Tasodifan yonidan o'tmasam hech kim bizga aytmaydi ham. Nimaga ham aytishsin? Ularga kim bo'pmiz? Omadlarini bersin. Orif, insonni qotirmang. Qo'ysangchi bunaqa gaplarni. Xudo ishlarining rivojini bersin. Murod aka qo'ng'iroq qildi. Mehmonga chaqirdi. Istasang boramiz. Borsa gap chiqadi. Qo'ying, tinch o'tiraylik. Hali ko'rasiz. Betayin pochcham o'sha do'konni ham xarob qiladi. To'g'ri aytgan ekansan, Esra deysiz. Bu boshqa masala. Dadam bizga umuman yordam bermadi. Shuncha paytdan beri qiynalayotganimizni ko'rgandi. Ko'nglim qattiq og'ridi. Dadam kelibdilar. Asal qizim o'zimni. Qara, senga nima olib keldim? Qo'g'irchoq-ku. Ha, senga. Bugun birinchi ish kunim edi. Birinchi ish kuningiz? Yo'q, menga hech narsa demadingiz-ku? Ko'zing tegishini istamadim. Azizim, nimalar deyapsiz? Nega ko'zim tegarkan? Juda ham xursandman. Xudoga shukr. To'g'ri, men orzu qilgan ish emas, ammo ro'zg'or tebratsa bo'ladi. Hechqisi yo'q. Juda soz. Bor, qo'g'irchog'ingni xonangda o'yna. Bozorga chiqa boshladim. Limon sotyapman. Haftada kamida 2 kun bozorga chiqaman. Ishga kirishimni juda ham xohlayotganding-ku. Mana endi ishim bor. Limon. Bozor? Hazilni ham olasiz-da. Og'a, ertaga narsalarni olib ofisga joylashtiraman. Tezroq ish boshlash uchun. Mabodo bo'sh uyingizni ijaraga bersak qalay bo'larkin? Jengiz, o'zingga ijaraga beriladigan boshqa uy qur, xo'pmi? Yo'q, meni noto'g'ri tushundingiz, og'a. 5-10 tanga ortishalik qilmaydi. Yangi ish boshlagan paytda asqotib qolar. Bu maslahatingni boshqaga qil, Jengiz. Xo'p, og'a. Jengiz, yordamlashvaring. Xo'p, qizlar qayerda qolishdi? Dasturxon tayyor, ularni kutib o'tiramizmi? Oilang yoningda bo'lganida dunyodagi eng qudratli insonga aylanasan, derdi otam. Aslida ham shunday ekan. Yaqinlarimdan olgan kuchim bugun belimga mador, oyog'imga quvvat bo'ldi. Agar uni tanamda, ruhimda his qilmaganimda, allaqachon yotib qolardim. Oyoqda turishim, borligim, sog' omon yurganimning sababi oilam.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Ehtiyot bo'linglar, ezilmasin, xo'pmi? Xavotirlanmang oyijon, borishim bilan ochib qo'yaman. Yaxshi, stolni ustini to'ldirib qo'y. Hamma istagancha olib yeyaversin, xo'pmi? Oyijon, xarajatlar juda katta-ku. Yaxshi qoling. Mayli, yaxshi boringlar, ko'rishguncha. Bir soatlarda biz ham boramiz. Xo'p, oyijon, yura qol, Filiz. Dadam vaqtli ketibdilar. Allaqachon ishlashni boshlagandirlar. Murod. Nima deyishga ham hayronman. Kechqurun biroz o'ylab ko'rdim. Jengizni gapi to'g'ri. Nimalar deyapsan? Qanaqasiga to'g'ri bo'lsin? Sug'urtachilar zararni qoplashmagach, qarzga kirib qoldik. Uyni ijaraga bersak, kreditni yopishga yordam bo'lardi. Balki ko'chishga ozgina shoshmay turarmiz. Bo'lmagan gapni qo'y. Shunchaki qiynalib qolmaylik deyapman. Filiz, o'sha uyga ko'chib o'tishni orzu qilarding. Ha, bankdan kredit oldik. Uyingni garovga qo'yib. Qarzni bir amallab to'laymiz. Ijaraga berishni o'ylama. Xo'pmi? Bir yo'lni qilarmiz. Muammo chiqmasin, dadam siqilmasin deb hammaning ko'ziga tik qarab aldadik. Shuncha ishni bekorga qildikmi? Orzuyingga albatta yetasan. O'sha uyga yaqinda ko'chib o'tamiz. Boshqa gapga hojat yo'q. Vassalom. Kenan. Xayrli tong bolam. Xayrli tong onajon. O'g'lim, ust-boshingga e'tibor berib qopsanmi? Biror gap bo'ldimi deyman? Yoki birortasi? Yo'q, onajon, har doimgidek kiyinyapman. Fe'lingni yaxshi bilaman, ancha o'zgarib qolgansan. Menga qara. Labbay. Ali keldi. Pastda turibdi. Hozir nonushta tayyorlab beraman. Rahmat onajon. Alo. Erhan bey. Nima gap, qiz rozi bo'ldimi? Rozi bo'lmadi. Boshqa nomzod qidiramiz. Gap bunday, Erhan bey. Men bir so'zli odamman. Qasd qilgan ishimni albatta qilaman. So'zim hech qachon ikki bo'lmagan. Ko'proq pul taklif qiling. Yo'lini toping. Joningiz ko'zingizga ko'rinib qolsa yoqarmikan? Ko'ramiz. Do'konda ham chakillab tursang bormaganimiz ma'qul. Yaqinlaringni ranjitishga haqqimiz yo'q. Men ranjityapmanmi? Esra, yana boshlama. Xo'p, indamayman. O'z kunimizni bir amallab ko'rarmiz. Qo'limdan kelgancha ishlab oilamni boqaman. Limon sotib. Shunaqa. U yerda hech kimning asabiga tegmaysan, xo'pmi? Siz ham Orif. Limon sotayotganingizni hech kimga aytmang. Hammaga sharmanda qilib. Erta turganning ishi barakali bo'ladi. O'rganib qolganman. Ishni boshladik. Omadimizni bersin. Xush kelibsizlar. Yaxshi keldinglarmi? Xush kelibsan. Nima qilyapsan? Bo'g'ib qo'yasan-ku. Rahmat sizga, akajon. Yaxshiyam borsiz. Tinchlikmi? Shunchaki o'zim mehrim to'lanib ketdi. Hozir Izmirda yurgan bo'lardim. Ammo Istanbuldasan. Yaxshiyam ketmabman. Iltimos bu gapni hech kimga aytma, chunki ko'pchilik bilmaydi. Hatto Selen ham. Sen, men va dadam xabardormiz xolos. Sen, men va dadang. Kechadan beri yonimdan ketmay qolding. Sevgan qizing urushib yurmasin tag'in. Keyin muammo chiqadi. Sevgan qizim yo'q hali.
Kelishdi. Biz keldik. Xush kelibsiz. Yaxshi keldinglarmi? Xush kelibsizlar. Rahmat. Salom. Xush kelibsizlar. Cengiz og'a, qalaysiz? Ancha yosharib ketibsiz. Senga nima? Sartarosh buzib qo'ygandi. Shunga tagi bilan oldira qoldim. Haligi nimaga o'xshab qolganingizni bilasizmi? Nimaga o'xshabman? Qushga. Tumshug'i uzun qush bor-ku. Haligi qarg'aga. Bo'ldi, Samad. Ichkariga kir o'g'lim. Bora qol. Bor. Qani yura qolinglar, vaqt ketmasin, bo'la qolinglar. Keling oyijon. Issig'ida yeb olarsizlar. Haliyam issiq turibdi. Diqqat do'stlar. Dada, balki ozgina gapirarsiz. Yo'q demang, iltimos. Iltimos. Non ulug' ne'mat. Non topiladigan joyga xiyonat qilish gunoh. Shukrki, bu sinovlardan ham eson-omon o'tib oldik. Mashaqqatlarni yengdik. Oila atalmish azim chinorning soyasi bo'lmaganda oyoqqa turishimiz qiyin kechardi. Bunda o'g'lim Murodning xizmati katta. Baraka topsin. Do'konning barcha ishlarini izga soldi. Uni yonimda ko'rish, qazoyim yetib hayotdan ko'z yumganimda oilamga bosh bo'ladigan odam borligini bilish endi o'lsam armonim yo'q. Bu yerda nima qilyapsan, o'g'rini bolasi? O'zing o'g'risan, tushundingmi? Mahallamizda o'g'riga joy yo'q. Tezroq ket. Hozir adabingni beraman. Ketlaring shumtakanlar, yo'qollaring. Og'riyaptimi? Tur o'g'lim, ketamiz. Qayoqqa boramiz? Menga tuhmat qilishdi o'g'lim. Bo'xton qilishdi. Hech kim tanimaydigan joyga ketamiz. Onam bilan akam ham borishadimi? Albatta borishadi o'g'lim. Tur, yura qol.
nima ishing bor bu yerda?